Andijon viloyati Marhamat tumani Mirishkor Chek mahallasiga yangi darvozamizni olib kelib o'rnatdik. Mana ishlarimizni topshirib, Allohga shukr, chiroyli holatda bo'ldi. Qalinligi 5,5 holatda. Assalomu alaykum hurmatli obunachilarimiz. Xo'p, video ko'rishdan oldin sразу bitta laykni bosib, 1 dan 10 gacha baholab ketasizlar. Ishlarimizni yoqdi, yoqmadi, yili qarindosh urug' yaqinlarga jo'natib qo'yamiz. Bunaqa darvoza qildiraman yoki istab yurgan akalarimiz bo'lsa jo'natib qo'yamiz. Ishlarimiz doimgidek chiroyli holatda bo'lyapti. Mana naqshlarni berganmiz. Xo'p, taglari shiverlar, atroflari profil dan bo'lgan. Daborimiz 35 sm bo'ldi. Xo'p, nalishligimiz 14 sm ga chiqdi. Qulupimiz o'zgacha olam bo'ldi. Ochilib yopilishi bitta barmoqda, mana bitta barmoqda ochilib yopilaveradi. Manzilimiz Andijon viloyati Boskan tumani Magirda qilamiz. Xo'p, endi orqa tarafni ko'rib qo'yamiz. Darvozaning orqa taraf ko'rinishi go'zal holatda, orqasiga naqshlarni berganmiz. Razmerini aytmabman, razmeri eni 3,29, bo'yi 3,7 ga bitgan. Go'zal holatda bo'ldi. Xo'p, bu qanotining o'zi 2,46. Bemalol kirib chiqishga, yangi krossovер mashinalarga, sedanlarga bemalol kirib chiqib yuraverasizlar bemalol. Xo'p, ochilishini ko'rsatib qo'yamiz endi. Xo'p, bu ochilishi. Tagida rolilarni ham qo'yapmiz har doimgidek. Endi buni shpinkaldan ochilishi. Qana ochiladigan akalarga shunday ochiladi mana. Ortiqcha qiyinchilik yo'q. To'rlarda, boshqalarda mana bunday katta ochib qo'yib yuraveradi. Tashavermaydi, boshqa bo'lmaydi, baquvvat holatda bo'lgan. Hop, tepasiga rezinka qo'yib qo'yganmiz, ortiqcha taraqlashni oldini olish uchun. Tagi shiverlar bo'lgan, ikki chekka tepalar profil bo'lgan. 5 ga 10. Go'zal holatda bo'ldi mana. Aloqa chiqaverasizlar. Hop, pastda nomerlar qoldirib qo'yganmiz. Telegram, WhatsApp, emaillarimiz bor. Ochilishlari, yopilishlari deganda mana ko'rib vodiy bo'ylab dastlabki uстановkalarini ichida qilib beramiz. Razmer tashlasanglar, hisob kitobini qilib beramiz. Ko'pchilik narxini so'raydi. Nimaga videoda narxi aytilmaydi deyiladi. Videoda narxini hozir men sizlarga tushuntiraman. Undan oldin oshirmoqcha ko'rib berasizlar. Universal oshirmoqchadan 6 ta qo'yib berganmiz. To'g'risi tashamaydi, yaxshi turadi. Rolilarimiz darvozani ko'taruvchi vazifasini bajaradi, tashaverishni oldini oladi. Xo'p, narxini bilmoqchi bo'lgan akalarimiz ko'pchilik internetda narxini so'raydi. Nimaga narxini yozilmaydi, aytilmaydi deb. Narxini endi oldiga chiqqandan oldidan ko'rsataman sizlarga. Narxda aytilmasligini boisi akalarimiz bu videoni 2026-yil may oyida qo'yib, bu darvozani may oyida videosini qo'yyapmiz. Siz qarangki, sentyabrda ko'rishingiz mumkin yoki 2027 da ko'rishingiz mumkin, 2030 da ham ko'rishingiz mumkin. Biz sizga shu narxini aytib qo'ysak, 3 yildan keyin nimaga bu narxni qilmayapsan degan odamlar ko'p bo'ladi. Shuning uchun narxini faqat qildiraman degan aloqaga chiqqan odamlarga aytiladi. O'zi asli narxini kvadrati 1,5 milliondan boshlanadi bizda. Xo'p, mana shu holatda 2 milliongacha, 200 dollargacha mana shunaqa holatlarda bo'ladi. Bunaqa joylarda naqshlari bo'lmaydi. O'shunda mana 200 dollargacha qilib berilaveradi. Oldi-orqa naqsh, mana shunaqa rangli, kirdi-chiqdilari bilan hisob kitob qilamiz. Mana buni hisob kitob qilamiz, buni ichida hisoblaymiz. Yoshlarga e'tibor berasizlar narxida. Xo'p, bu ishlarimiz 1,5 millionlik ishlar emas. Ancha qimmat chiqadi. 1,8 million, 1,900 lardan qilib berilaveradi. Xo'p, o'shunga yarasha mehnatimiz bor. Xolos chiroyli chiqqan ishlarimiz. Narxini ko'pchilik so'raganlarga aytib qo'ydik. Laykni bosib, narxlari ma'qul kelgan bo'lsa, yaqinlarga jo'natib qo'yamiz. Charchamanglar, sog' bo'linglar. Doimo aloqadamiz.